uyingga o't tushsin deydiga. Shunaqa eshitganmisizlar shuni? Bu qarg'ash, uy yonib ketganlarni ko'rganmisizlar? Yonib ham ketadi. Yomon-da bu qarg'ash, chunki odam biriga uyingga o't tushsin deyish darajasida biridan ranjigan bo'lsa, endi bu gapni aytayotgan odam tili o'rganib qolib, shunaqa qarg'ab so'kib yuradigan biri bo'lmasa, bu gapni birov aytmaydi. Burgut bilan tulki do'st bo'libdi-da. Bir-birini qo'llab, quvvatlab, bir-biriga yordam berishga va'da qilibdi. Va debdiki, bir joyda yashaylik deb kelishibdi. Bir-birimizga yordam berib turamiz deb o'rmonda bitta katta daraxtni tanlashibdi. U daraxtning tepasida burgut in quribdi. U daraxtning pastida tulki o'ziga qo'llab uy quribdi. Inoq yashab yurishgan ekan. Burgut bolalarini u yerda tuxumdan ochib, bolalari katta bo'lyapti. Tulkining ham bolalari bor. Va kunlardan bir kuni qahatchilik boshlanib qopti. Tulki bolalariga taom qidirib o'rmon kezib yuribdi. Burgut ham aylanib taom qidiryapti, ko'kda uchib farzandlariga, bolalariga. Ammo topa olmayapti ikkalasi ham. Keyin tulkining yo'qligidan foydalanib, burgut tulkining bolalariga hujum qilib, ularni parchalab, iniga olib chiqib bolalari bilan yebdi. Tulki qaytib kelsa, bolalari yo'q. Aniq bo'libdiki, uni burgut bolalari bilan yeganini, bir xiyonat sodir etilganini qasd olay desa imkoni yo'q. Chunki burgut yerda yashamaydi, ko'kda yashaydi. Qanotlari bilan uchadi. Tulki uni ov qila olmaydi. Buni aniq biladi. Ammo o'rtada bir zulm bor, bir xiyonat bor. Hamma mazlum unga zulm qilganlarni la'natlagandek bu ham burgutni la'natlabdi. Debdiki, ey yaratuvchi, egam, uni qanotli qilib yaratding, meni qanotsiz qilib yaratding. O'rtamizda bir kelishuv bor edi. Ammo u bunga xiyonat qildi. Uyiga o't tushsin debdi. Daraxtga tirmashib chiqa olmaydi. Boshqa narsa qila olmaydi. Burgut bundan bexabar. Go'yo uning uchun tulkining bolasini yeyish hayotda sodir bo'lishi bo'lgan eng normal holat. Bahonasi ham tayyor. Bugun odam esa nima qilay, u hayotda bu deydi-ku, ko'pchiligi bor shunaqa qilgidikni qilib qo'yadi-da. Hayot shunaqa-da deydi, shafqatsiz deydi. U ham shunaqa deb yurgan ekan burgut ham. Endi hayot shu bir boshga tushganda ko'z ko'radi. Majbur bo'ldim farzandlarim uchun. Birovni haqini olishga, birovni jonini olishga, birovni huquqini toptashga majbur bo'ldim yani. Majbur bo'lmasam buni qilmasdim. Bugun ham odamlar biriga zulm qilar ekan, bir bahonasi bor yani. Men shuning uchun qildim deydi. Har bir buzg'unchilik qilayotgan odam bir bahona topib olgan o'ziga. Shu bahonasi borligi uchun qila oladi uni. Bahona topmasdan qila olmaydi. Bir narsani o'g'irlash uchun, u o'g'irlash uchun o'ziga bir sabab yaratib olgan. Birini yuziga bir tarsaki tushirish uchun o'ziga bir sabab yaratib olgan. Meni bunga haqqim bor, huquqim bor, chunki bunday kabi. Men bunga zulm qila olaman, chunki vaziyat bunday. Men buni huquqlarini toptab tashlashim mumkin, chunki vaziyat bunday. Bunga ko'ra men shunday, menga shunday vazifa yuklangan kabi burgut ham maza qilib, endi vaziyat shunaqa bo'lib qoldi, nima bolalarim o'lib ketsinmi endi. Bir tulkini deb. Biz shunday yaratilganmiz, burgut qilib. Och qolsak ov qilamiz deb yurgan ekan. Ammo adolat degan narsa bor. U bugun keladi, erta keladi. Ayrimlar aytadi, kechikkan adolat emas deydi. Adolat o'z vaqtida bo'lganidir deydi. Ammo hayotda ko'ramiz, ayrim adolat qaror topishi kechikadi. U ham bir adolat. Uni biz bilmaymiz. Burgut bir kun yana qorni ochib, yemak qidirib uchib yursa, o'sha yerda odamlar, cho'ponlar bir echkini so'yib, uning go'shtini olovda, cho'g'da pishirayotgan ekan. U tepadan kuzatib qarasa,
go'sht pishyapti, shu tepadan hujum qilib changalga boyagi echkini olib to'g'ri iniga qarab uchibdi. Iniga olib kelib go'shtni qo'yibdi, bolalari bilan yebdi, ammo u panjalari orasida u go'sht bilan qo'shilib cho'g'dan ham olgan ekanda. Ini yonib, bolalari chitir-chitir yonib u olovda tulkini oyog'ini tagiga tushgan ekan. Do'stim, bilib turibman, bu bir masal. Ammo men masal demaguncha masalligini unutdingiz-ku. Chunki u qadar hayotda ko'p kuzatamiz bunaqa narsalarni. Shuning uchun bu yerda ko'p xulosa chiqarish mumkin bo'lgan narsalar bor. Birovni haqqi, birovni huquqi, va'daga vafo, omonatga xiyonat qilmaslik. Har qanday holatda ham, millionta sababingiz bo'lganda ham so'zingizni orqasida tura olish, erkak bo'la olish. Ko'krak kerib yuraveramiz, so'zimiz bergan va'dalarni unutamiz, boshqa qilamiz, ko'krak kerib erkakman deyishda ham davom etaveramizda. U erdir, so'zini orqasida turadi. Nima bo'lsa bo'lsin, biri bilan ahdlashdimi, va'dalashdimi, vafo qiladi. Turklarda bir zo'r gap bor. Bir qahvani 40 yil xotiri bor deydi. Nega aytadi bu gapni? Nega bir qahvani 40 yil xotiri bo'lsin-ki? Bu nima degani o'zi? U qahva ichdik-ku birga o'tirib. Tuzlashdik. U tuzga tupurma bizda ko'rnamak deydi. Agar biz siz bilan bir qahva ichib, men endi bir kuni Yoqubni birovi yomonlab tursa, u qahvani xotiri bor-ku menda. Og'ziga qarabroq gapiring. U yigit bunaqa emas. Deya olmasam, o'sha qahvani xotiriga xiyonat qilgan bo'laman-da. Xuddi shunday Yoqub ham. Bu ijtimoiy munosabatlarni eng go'zal tarzda tuzatadigan bir odatdir. Bir qahvani 40 yil xotiri bor. 40 yil o'sha bir marta siz bilan qahva ichganim uchun men sizni haqqingizga kirmayman-da. Endi hamma bir-biri bilan qahvalashib, bu gapni eslatib yursa, bir qahvani 40 yil xotiri bor. Keyin bir qahva ichib qo'yaylik degani, ikkalamiz o'rtamizda unday bir bog' bog'laymizki, hech bir narsa uni uzmaslik kerak degan. Bu jamiyatda qancha ko'p bunday bog'lar bog'lansa, u jamiyat shunday mustahkam bo'ladiki, hech bir yov uni ichiga kira olmaydi. Hammani eng kamida 40 yillik himoyasi saqlangan degan. Endi tabiiy bunga kim amal qiladi desiz, bunga amal qiladi. Haqiqiy erkaklar amal qila oladi. So'zini ustida tura olganlar, vaziyatga qarab to'n bichib, to'n kiyib yurganlar qila olmaydi buni. Chunki ularning hisob kitobi juda qisqa vaqt uchun, 4 kun uchun, 5 kun uchun, 4 yil uchun. Ammo 40 yil uchun reja qila olmaydi. 40 yil uchun reja qilish erlarning qo'lidan keladi. Bir so'zni 40 yil tutish eng kamida. 40 yil birov bir so'zni tutsa, u so'zni keyin ham tutadi. Bir va'dasiga 40 yil vafo qilsa, undan keyin ham vafo qilaveradi. Boshqa so'zga ehtiyoji yo'q-da. Hattoki mana ibodatni 40 kun 5 mahal masjidda o'qiganlarni jannatiy deb aytilgani ham rivoyat qilinadi. Keyin men ustozlardan so'radim, nega 40 kun? 40 kun 5 mahal faqat jamoa bilan ibodat qilgan odam nega? Kim bo'lishidan qat'iy endi 40 kun o'qigan odam 41 kun uyda o'qiy olmaydigan bo'lib qoladi deganda uni. 40 kun jamoa bilan o'qisa, masjidga chiqib 41 kun zotan uyda o'qiy olmaydi. Bir umr masjidda o'qiydigan bo'lib qoladi o'shaning uchun. Deb shuni, ya'ni bir narsaga odatlangan bo'lsak, u bizni tark etmaydi. Hatto siz nimaga odatlangan bo'lsangiz, joningiz chiqayotgan, ya'ni tilingiz nimaga odatlangan bo'lsa, joningiz chiqayotganda ham o'shani aytadi u til. Masalan, birini tili so'kishga, yomon so'zlarga o'rganib qolgan bo'lsa, joni chiqayotganda iymon kalimasini aytmaydi, ya'ni u doimiy kalima keltirib yurgan til u payt uni aytadi. Haqiqiy til o'sha payt chiqadi. Bugun u
sizdan bekitib yurishim mumkin ichimdagi kir narsalarni. Ammo u payt berkitolmayman. Uni iloji yo'q. O'sha tashqariga chiqib ketadi. O'shaning uchun ko'pchilik qarigandagi holati qarib aynib qoldi deydi-yu, aynib qolmaydi. Kuchi bor paytda o'zini kontrol qila olganda u. Tilini, atrofdagilarga o'zini qanday ko'rsatishni bilgan. Boyagi vitrin effekti deymiz-ku. Do'kondagi eng yaxshi kiyimni vitrinalarga chiqarib qo'yishadi-yu. Go'yo do'konda hamma kiyim shunday bo'lgandek. Odamda ham o'sha vitrin effekti bor-da, o'zini eng yaxshi holatini aql ishlab turganda tashqariga taqdim qilib turadi. Ammo u kuch ketgandan keyin u ishlamay qolishi mumkin. O'shaning uchun har narsani tuzatish kerak. Har narsani. Xo'ja ko'rsinga emas. Vafo, so'zni orqasida turish, haqiqiy erman deyish. U so'zda bo'lsa, qorni ochganda burgutga o'xshab hujum qilib qo'yadi. Haqiqatda bo'lsa, nima kelsa ham uni va'dasidan qaytara olmaydi. Shunaqa. Sog' bo'linglar, rahmat. Assalomu alaykum. Bir kuni hayotda qarshimizga biz tanigan va biz bilgan odamlar mutlaqo boshqa bir ko'rinishda chiqishi mumkin. Men Abduqayimni bilaman bugun, ammo 10 yildan keyin Abduqayim meni qarshimga kelib o'tiradi. U Abduqayim bu Abduqayim emas. Nima bo'ldi u Abduqayimga? Bu beg'ubor Abduqayim nimaga unaqa o'zgarib ketdi degan mingta savol berishimiz mumkin. Yoki bu deylik bir qadar odobsiz Abduqayim nima bo'ldi-da 10 yildan keyin odob axloqda tengsiz biriga aylanib qoldi. Hayot insonni har tomonga o'zgartiradi. Boshqa bir shaharga bordim deydi bugungi hikoyani bizga aytib bergan odam. Va u yerdagi bir restoranda taomlanib turgan paytimda u yerdagi xizmatchilardan biri keldi va dediki, "Janob, falon stolda o'tirgan ayol siz bilan suhbat qilmoqchi" dedi. Men unga aytdim, "Sen aytgin unga, men unaqa boyagi ovga chiqqan odamlardan emasman. Men musofirman, taomlangani keldim." Yo'q, u masala men bular haqida aytdim. Sizni mehmonligingizni ham aytdim, boshqa tanimasligimizni. Ammo siz bilan gaplash uchun isror qilib turib olyapti. Lutfan ruxsat bersangiz agar keladi. Qaradim, ayol normal bir ayoldek ko'rindi ko'zimga. Keling ishorasini qildim boshim bilan, tasdiqladim. U ham o'rnidan turib keldi, o'tirdi va dediki, "Meni tanimadingiz." Demak, ular tanish. Bu tanimayapti uni, demak nimadir o'zgargan. Dediki, "Siz meni tanimadingiz. Men Nigoraman." Qaysi Nigorasiz? O'sha maktabdagi eng sho'x, shaddod qiz Nigoraman. Deyishi bilan meni ko'z oldimda, ko'z o'ngimda uni yoshligi gavdalandi. Men falon bir joyda, falon bir maktabda o'qituvchi edim. Bu Nigora meni o'quvchilarimdan biri edi. O qadar zukko, o qadar g'ayratli, bilimli bir qiz edi. Ammo bugungi ahvoli hech havas qiladigan bir holatda emas edi. Men buni deylik, Nigorani ko'zlarida ko'zoynak bilan katta yog'och taxtalar oldida, boyagi doska yonida yuzlab talabalar o'tirgan auditoriyada dars berayotgan holatda tasavvur qilishni istardim. Ammo men bugun uni mutlaqo boshqa bir holatda, tunda, bir restoranda, bilmadim, notanish birini qarshisida unchalik yoqimli bo'lmagan bir holatda topdim. Dedimki, tanidim. Ammo aytdiki, ammosiga hojat yo'q. Nimaga bu ammoni qo'yganingizni bilaman. Meni bu holatda ko'rishni istamasdingiz siz. Chunki eng ko'p umidni menga bog'lagandingiz bir ustoz o'laroq. Ammo hayot, turmushga chiqdim va kunlardan bir kuni Nigora hikoyasini aytishni boshladi. Istirohat bog'ida sinfdoshlarimdan birini ko'rdim va buning uchun xiyonatda ayblandim. Turmush o'rtog'im tomonidan uydan qochib ketishga majbur bo'ldim va mutlaqo boshqa bir shaharda yashashni boshladim. Oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin
boyagi sinfdoshim bu voqeliklardan xabar topgandan keyin meni kelib topdi va dediki, sen meni deb bu ahvolga tushding. Meni bo'ynimdagi qarz seni hayotingni tuzatish dedi va menga uylanishni va'da qildi. Meni boshqa bir shaharga ko'chirib oldi. Ota-onamni roziligini kutyapman. Rozilik bildirishlari bilan senga uylanaman, to'y qilaman bahonasi bilan bir qancha vaqt o'tdi. Bu orada u qiz Nigora homilador. Erkaklar biroz nomard bo'lishadi. Men bu yerda Nigorani oqlash uchun aytmayapman. Bu hikoyani qanday eshitgan bo'lsam shunday aytyapman. Bo'lgan voqeani. Siz menga aytishingiz mumkin, nega buncha hikoya turganda buni aytyapsan desangiz, uni oxirida aytaman nega buni aytayotgan. Xullas kalom, homilador bo'lgandan keyin u bolani oldirishni talab qilishni boshladi. Dunyoga keltirishimni istamadi. Men aytdimki, men o'sha meni olib kelgan shahring bor-ku, o'sha yerda meni tanish shifokorlar bor. Ularga aytaman, bu ishni ular arzonroqqa amalga oshirishadi dedim va uni rozi qildim va ketdim. Mutlaqo boshqa shaharga. Hech qachon uni qaytib ko'rmaslik uchun. Farzandni dunyoga keltirish uchun. Va u ustozini qarshisiga kelib o'tirib dediki, men bugun to'g'ri siz havas qiladigan bir odam bo'lmagandurman. Siz aytgandek o'sha auditoriyalarda dars berayotgan yo bir ilmiy izlanish qilayotgan, laboratoriyalarda formulalar ustida ishlayotgan biri emasdirman. Ammo men u farzandni dunyoga keltirdim va men butun dardim bilan unga ta'lim bermoqchiman. Sizni ham qarshingizga kelib o'tirishim dardi hol qilishmas. Siz katta bir odamsiz. Mumkin bo'lsa, shunday farzandlarga yaxshi tarbiya beradigan birorta yotib o'qiydigan bir litsey, gimnaziya taklif qilsangiz-da, men pulini to'lab u yerda farzandimni o'qitsam va bir kuni meni o'g'lim siz menda ko'rishni istaganingiz bir odam bo'lsa, bir olim, o'qimishli, bir akademik, fan doktori, professor bo'lsa va men uni pinjiga kirib qo'lidan yomg'ir yog'ayotgan bir kunda soyabon ostida ikkalamiz ketayotganimizda qarshimizdan uni nomard otasi chiqqanda o'g'limizni kuzatib qo'yib yoniga kelib aytardim, mana bu viqorli, mana bu kelishgan, mana bu o'qimishli yigit seni o'g'ling bo'ladi. Men uni dunyoga keltirdim. Ammo u seni tanimaydi, tanishni ham istamaydi. Deyishni istayman. Shuning uchun ustoz deydi boyagi ayol, menga yordam bering-da, men farzandimni bir to'g'ri joyda ta'lim olishi uchun qo'limdan kelgan hamma ishni qilay. Kerak bo'lsa hayotimni ham qurbon qilishga tayyorman. Hikoya mana shu yerda tugaydi. Hikoyaning davomi yo'q. Ayol niyatiga yetar, yetmas, unisi boshqa bir masala. Diqqat qilishimiz kerak bo'lgan boshqa bir masala bor. Bir jamiyatda biri juda qulay obro'sizlanishi mumkin bo'lsa. Bu nima degani? Odamlar tiliga hokim emas degani. Bilsa, bilmasa gapiradi degani. Bir narsani gapirish uchun isbot talab qilinmaydi degani. Istagancha odamlarni yer bilan yakson qilish mumkin degani. Bir odamni qulay obro'sizlanishi mumkin bo'lgan bir jamiyatda ko'chada qoladiganlarni ham, kimsasiz qoladiganlarni ham, noto'g'ri yo'llarga ketadiganlarni ham, jinoyat qiladiganlarni ham, fahsh qiladiganlarni ham soni ortib boraveradi. Odamlar boshqalar haqida fikr bildirishga ehtiyot bo'lmas ekan, izzillab ko'chada qolib ketgan taqdirlar ko'paygandan ko'payaveradi. Nikohsiz tug'ilgan farzandlar ham ko'paygandan ko'payaveradi. Shuning uchun chegarasi axloq bo'lgan bir ekosistem bo'lish kerak. Hatto Abduqayyum aybdor bo'lganda ham men uni aybini o qadar bir axloq bilan aytamanki, Abduqayyum bundan ranjimaslik kerak. Balki kelib menga rahmat aytish kerak. Aka rahmat. Shuni tushunmadim, siz tushuntirdingiz deyish kerak. Sen kimsan? Qayerdan bunday odobsizlikni o'rganding? Sen o'zi deb ohang qayerda? Uka bu yoqqa keling. Men yoshligimda mana shunaqa bitta xato qilgan. Keyin uning jazosini men bu yilda ko'rdim. Men sizda yo'q bu narsa bilaman. Ammo
yoshsiz, qoningiz qaynab turibdi. Bo'lishi mumkin, biriga bir narsa deb qo'yasiz, bir noto'g'ri qadam tashlab qo'yishdi. Shunday bo'lmang, men yaqin olganim uchun aytyapman desam, sizni bir naviy quchoqlasam, bir ukamdek boshqa va buni bir do'stdek, siz zotan tushunasiz men nima haqida gapirayotganimni, yaxshiroq tushunasiz hatto. Chunki nega yopilmadingiz? Men agar sen deb boshlaganimda edi gapni, o'sha payt yopilgan bo'lardingiz va men hamma gapim sizni himoya devoringizga urilib qaytgan bo'lardi. Siz aksincha balki ko'proq qilardingiz u ishni, xuddi u qahramonimizga o'xshab. Xato ustiga xato, xato ustiga xato. Nega? Chunki bitta tuhmat uni eng avval boshida o'sha istirohat bog'ida sinfdoshini ko'rib qolishi va u bilan gaplashishi, uni orqasidan xiyonatda ayblanishi oilaga go'yoki bu bir tuhmat butun hayotini vayron qilganday. Nima bo'ladi o'zi deb hech kim so'ramaganda. Endi eng og'ir bitta nuqtasini aytaman. U ayol farzandini yaxshilik uchun yetishtirmayapti-da. Eng katta dardi o'zini isbotlash. Yomonligini, yomon emasligini, u xiyonatda ayblangan odam emasligini, unaqa darajadagi odam emasligini, normal bir ona bo'lishi mumkinligini, mana bo'la olganini, o'zi o'qimasa ham farzandini o'qita olganligini, xiyonatlarga, aldovlarga, yolg'onlarga, tuhmatlarga qaramasdan buni uddalay olishini isbotlash uchun bu harakatni qilyapti. Ya'ni uni harakatlantirayotgan omil negativ omil, badbin omil. Bir o'g'il otasiga bir narsani isbotlash uchun bir darajaga erishishi mumkin. Ammo o'sha darajaga erishgan kuni baxtli bo'ladimi degan masalada tortishuv bor, baxtli bo'la olmaydi. Chunki uni harakatlantiruvchi omil pozitiv emas, negativ. Natijaga erishgandan keyin bo'm-bo'sh qoladi hayot. Hech narsa qolmaydi. Endi yana unga bir negativ kerak uni harakatlantirish uchun. Agar bu normalarda odam yoki jamiyat yo oila harakat qilayotgan bo'lsa, yaxshilikka olib kelmaydi. Bizni dardimiz kimdandir o'zish, kimgadir nimadir isbotlash, nimanidir ko'rsatib qo'yish bo'lmasligi kerak. Bizni dardimiz hatto eng nimada, masalan, e'tiqodiy masaladan, falon din vakillariga qaraganda biz, falon jamiyatlarga qaraganda biz, u qit'a vakillariga qaraganda bizni qit'a, u ranglilariga qaraganda bizni rang bo'lmasligi kerak. Biz Robbimiz bizga aytgan nuqtalarni eng mukammal, eng go'zal, eng sof, eng yarashadigan qilishim kerak. Shunda ehtiyotkorlik paydo bo'ladi. Ehtiyotkorlik nima degani? Men endi Abduqayim bilan gaplashar ekanman, o'zim ehtiyotkor bo'laman. Men bir g'isht quyar ekanman, menga yarashadigan qilib quyaman. Men bir uy qurar ekanman, u yerda yashaydigan odamlar rost ekaniga baxtli bo'lish uchun quraman. Bir zilzila bo'lib qulab ketishini bilib turib bir uy qurmayman, unday qila olmayman. Sifat keladi. İnsoniylikda, ishda, hayotda, so'zda, o'yda, har narsada sifat paydo bo'ladi. Bu sifat jamiyatning sifati. Endi hatto u Nigoraga o'xshab hayoti unday yo'llarga tushganini ham asrab, quchoqlab, saqlab qola oladigan sifat bu. Uni nafratlanib kimgadir nimadir isbotlash uchun farzandini tarbiyalashi va uni tarbiyalash uchun, uni o'qitish uchun o'zi ne kuylarga tushishi shart bo'lmaydi. Uni darhol quchoqlaydigan, himoya qiladigan, muammolarni yechadigan, suyanadigan bir jamiyati bo'ladi. Uni tuflab tashlagan jamiyat haqida gapirmayapman. Ko'kragidan itargan, tepkilab tashlagan, xo'rlab, xorlab tashlagan, buni ustiga g'iybat qiladigan, buni ustiga yo'q qilishga qaratilgan jamiyat haqida gapirmayman. Hatto unga tuflashga loyiq bo'lganini ham quchoqlab, asrab qoladigan jamiyat haqida gapiryapman. Lekin bilasizmi, bizda bo'lyapti deb o'ylayman bu. Bizning jamiyatimiz shunday bo'lyapti. Biz buni ko'rdik. Bitta ikkita nuqtalar bor edi, muammo, masalan, pandemiyada ko'rdik. Muammo bo'lganda qanday darhol jamlanib muammoni yechishga ozgina narsalar bor. Bitta ikkita tuzatilish kerak bo'lgan. Inshaalloh uni ham tuzatamiz. Bular bir eslatma, bu bir tanqid emas. Biz ko'kragidan itaryapmiz. Naqalar
har doim bo'lgan. Ammo biz deyapmanki, uni yana tepkilamaylik. Yiqilishiga yordam bermaylik. Dardimiz uni qutqarish bo'lsin. Ya'ni kim bo'lishidan qat'iy nazar. Yana aytaman, kim bo'lishidan qat'iy nazar bizga yoqadi, yoqmaydi. Rangi, irqi, dini, jinsi, millatidan qat'iy nazar shu bizga yarashadi. Musulmonlarga shu yarashadi. Va musulmonlar buni qila oladi. Va musulmonlar bunga buyuriladi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Hazrati Mavlono Rumiyni hayotida sodir bo'lgan va biz uchun juda ham ibratli bo'lgan bir hikoya bilan bugungi suhbatimizni boshlamoqchiman. Jaloliddin Rumiy bir kuni ko'chada ketayotganda bir ayol bilan qarshilashadi. Ayol juda iztirobda, nadomat chekkan, ko'zlarida yosh, boshlari egik, qo'llari qaltiragan bir abgor bir holatda va boshini egib qattiq iztirob va nadomat ichida gunoh qilganligini, tavba qilishni istayotganligini va bu yo'lda yordamchi bo'lishini Jaloliddin Rumiydan iltimos qilayotganini bayon qiladi. Va u qadar nadomat holatidaki tizzalari bilan yerga yiqilgani, tizzalari bilan yerga tushdi deydi. Bir yalinish holati, bir yolvorish holati. O'shanda Jaloliddin Rumiy tur ey Robiya deydi. Robiya ismi islom olamidagi eng mashhur ayollardan birining ismi. Robiya al-Adaviya. Bu holatni ko'rib turgan tashqaridan biri, "Ey Hazrat, nima deyapsiz? Bu gunohkor ayolni ismi boshqa-yu. Siz nega bu ayolni u muborak Robiya onamizni ismi bilan chaqiryapsiz?" deb go'yoki Jaloliddin Rumiyga tanbeh bergan bo'ladi. Bu holatdan biroz yuzlari jiddiy tortgan, ovozlari yanada jiddiylashgan Jaloliddin Rumiy u odamga qarab shunday deydi: "Bu ayol hatto gunohkor bo'lsa ham mana shu egik boshi bilan Allohga juda yaqindir. Gunohkor bo'lsa ham hatto nima uchun tavba istayapti? Nima bor? Nadomat bor. Afsus bor qilgan ishidan. Sen bu go'zal qilyapman degan ibodatlaring sabab boshing u qadar tik ekan, Allohdan shuncha uzoqsan. Nima uchun? G'ururlanayotganing uchun. Nima uchun? Kibrlanayotganing uchun. Nima uchun? O'zingni bundan ustunman deb o'ylayotganing uchun. Ya'ni bu gunohkor ekan, tavba qilayotgani va boshi egikligi uchun a'loroqdir. Sen ibodatni ichida ekansan, g'ururga ketganing uchun, bundan manmansiraganing uchun, bundan kibrlanganing uchun quyudasan deb
yuzlarini ters o'girib yana ayolga yuzlangan ekanlar. Bugun atrofimizda sizga, bizga o'xshamagan bo'lishi mumkin, ammo o'ziga o'xshagan. Ya'ni hech kim majbur emas-ku boshqalarga o'xshashga, to'g'rimi? Hamma o'ziga o'xshashga majbur ama. Ya'ni o'ziga o'xshashga majbur derkan, o'zini topishga majbur. Va albatta topadi deb o'ylayman men. Ammo bu yo'l kim uchundir bu topish yo'li tekis bo'lishi mumkin. Toshlarsiz, tuproqlarsiz, changlarsiz, to'zonlarsiz bo'ladi. Kim uchundir tamoman teskarisi. Jarliklar, toshlar, tuproqlar, to'siqlar, xatolar, kamchiliklar, gunohlar. Kim bulardan omondaki? Hammamizni o'zimizni hayotimizni eslasak uyaladigan, boshqalar bilishini istamaydigan, boshqalar bilsa izza bo'ladigan, ya'ni biz izza bo'ladiganimiz, mahzun va mahjub bo'ladiganimiz mingta nuqta bor. Hammada bor bu. Ammo bugun ular bizdan juda uzoqda ekan, uzoq tarixda ekan, juda ortda qolgan ekan, yo yo'lni boshida bo'lgan ekan, go'yo uni bo'lmagandek tutolmaymiz o'zimizni. To'g'ri, tavbalardan keyin, nadomatlardan keyin mehribon, kechiruvchi bo'lgan Alloh yaxshi umid qilamiz, bizni afv etmishdir. Afv etadi. Ammo bu boshqalarga ham tegishli. Ya'ni bugun hali endi tushunib yetganlarga ham tegishli. Biz go'yo qutulgan, omonda qolgan biridek tutolmaymiz o'zimizni. Unday muomala qila olmaymiz boshqalarga. O odam singari, ey nima deyapsiz? Siz kimni nomi bilan bu? Bilmadim, nima gunoh qilgan bo'lsa, uni chaqiryapsiz. Bu u nomga arziydigan ayol emas-ku. Siz qayerdan bilasiz uni? Ya'ni biz qayerdan bilamiz kim nimaga arzishini, arzimasligini? Men u bilan u ishni qilib yurish oqlanadigan bir ish demayapman, ammo nadomat chekkan odam, xatosini anglagan odamga sen avval unday eding, sen avval bunday eding deyish bizni ishimiz emas. Hammaning hisob kitobi Robbisi bilandir. Hamma o'zini hisob kitobini o'zi qiladi. Siz na yordam bera olmaysiz, na boshqa qila olmaysiz. Siz o'zingizga yordam bering. Ya'ni men o'zimga yordam beray. Qo'limdan kelsa. Buni unutmang. Ko'p kuzatiladi va men buni bir nevi johillik deb o'ylayman. Haqiqiy Allohni taniganlar, bu yo'lda samimiy bo'lganlar, bu yo'lda eskilar, ya'ni anchadan beri ni ko'rsak, bunday holatda juda samimiy va juda bolalarday birini xatosini anglaganini, tavba qilayotganini ko'rgan biri agar qadimdan bu ish yo'lda bo'lsa, to'g'ri yo'lda bo'lsa, xursand bo'ladi. Hech kibrlangan, "Ya nima deyapsan?" degan bir olimni ko'rganmisiz? Bir Allohning do'stini ko'rganmisiz o'zini shunday tutganini? Bunday tutayotganlar kimlar? Biz va bizga o'xshagan johillar. O'shaning uchun biroz marhamatli, biroz kengroq bo'lish bu yaxshidir. Hammani o'zini oyog'idan osadi deyiladi-yu.
oq qo'chqorni ham, qora qo'chqorni ham o'zini oyog'idan osiladi. O'shaning uchun biz o'zimiz qilayotgan ishlar yuzasidan jur'atimiz yetsa, ayrim hukmlar chiqarishimiz mumkin. Jur'atimiz yetsa, men bu ishni yaxshi qildim, men bu ishni yomon qildim, men. Ammo u ishni unday qildi, bunga qanchalik haqqim bor, ma'nan boshqa, buni bir o'ylab ko'rishimiz kerak. Buni, ya'ni unga hukm chiqarishga men qanchalik haqdorman. Ilmim, kuchim, bilmadim, mavqeim jihatidan boshqasini u yoqlik yoki bu yoqlik qilish. Tirikligida kafanni bichdi deydi-yu. Biz qancha odamlarni tirikligida kafanlarni bichib yuboramiz. Qanchasini hali tirik ekan do'zaxi dedik. Va nimagadir har doim o'zimizni jannatiyman deb o'ylaymiz. Ya'ni bir ma'lumotimizmi bor bu haqida? Birini qo'lda bir qog'ozmi bor? Hech kimda yo'qligi hammaga ma'lum. Shunday ekan, do'stim, hatto nadomat qilmayotganini ko'rganimizda ham xato, pushaymon bu xatolaridan, kamchiliklaridan bilmadim. Hali pushaymonmiz. Shuni ko'rganimizda ham ehtiyotroq bo'lishimiz kerak-da. Hukm o'qishga. Bilmaymiz. Yani bilish imkonsiz. Ne taqdirlar bor. Son lahzalarda egasini qutqarib olib chiqib ketgan. Ko'p hikoyalar eshitganmiz bu haqida. O'qiganmiz. Bu degani qachondir bu ishni qilib yurganlar yoki xato ichida bo'lganlar, mana shunaqa ekan-ku, bir kun kelib men ham qutulaman deb ishida davom etish, bu endi umuman boshqa masala. Buni ham hisob kitob alohida. Lekin men anglamay, hali tushunib yetmay, inshaalloh umid qilish kerak. Bir kuni biladi, bir kuni anglaydi, bir kuni tushunadi, bir kuni nadomat ham chekadi, afsus qiladi, ko'zlaridan yoshlari oqadi, yig'lab tavbalar qiladi va deydiki, Robbim, sen o'zing rahimli va mehribon bo'lgan zotsan, meni ham kechir deydi, umid qiladi. Va siz o'ylaysiz, bu nimalari, nidolari javobsiz qoladi deb o'ylaysizmi? U birini kechirmayotgan odam. Marhamatini chegarasi bor. Ammo u gunohkor yoki biz gunohkorlar nadomat qilib uzr so'rayotganimiz, u marhamatini chegarasi va cheki bo'lmagan buyuk Robbimizdir. O'shaning uchun diqqatli bo'lamiz. Shunaqa aziz boshingiz omon bo'lsin, yo'llaringiz ravon, yaratganing doimo panohida bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xo'p, assalomu alaykum yigitlar. Aziz tomoshabinlar, xush kelibsizlar bugungi suhbatimizga. Ishq haqidagi bir hikoya bilan boshlamoqchiman. Bir yigit arslon bilan olishaman debdi-da. Qo'llariga temirdan panjalar qildiribdi. Endi o'tkirlabdi uchlarini, shu o'zini xayolida shu kekirdagidan burib arslonni parchalab tashlayman deb arslonni yoniga borgan ekan. Arslon shu bir qo'li bilan shuni bosib qo'yibdi, voy. Shuni ushlab turibdi, voy. Pitachilar. Yondagisi, qo'lingda temir panjalar bor-ku, boya aytganingdek yorib tashamaysanmi arslonni desa, arslonning oyoqqa turganda
temir panjalar bir ishga yaramaydi degan ekan. Ne bu qiz bolaga o'xshab yotibsan, turmaysanmi, kurashmaysanmi desa imkoni yo'q degan ekan. Yani temir panjang bo'ladimi, boshqang bo'ladimi, bir ishga yaramaydi. Buni ishq va aqlga o'xshatishadi. Bu yerda ishq arslon, aql u temir panja. Arslon oyoqqa turdimi, ya'ni ishq o'zini ko'rsatdimi bir insonda, uni aqli u yerda chekkaga chiqib turadi. Istasa ham qo'lidan bir ish kelmaydi. Majnun deydi, jununi. Ya'ni sog'lomlik yo'q. Zaten ishqda, ya'ni ishq o'zi sog'lom bo'lishi mumkin emas. Masalan, insonlar sarxush bo'lish uchun bugun har xil moddalar, ya'ni bu sarxush holatga tushish uchun ko'p pul sarflaydi, ko'p gunohga botadi. Ya'ni ko'p yo'ldan ketadi. Ammo ishq kelganda u bir sinov, bir ne'mat olarak keladi. Balki masalan men o'ylayman, ishq bor joyda aql ishlamagandan keyin u oshiqni maqomini, telbani maqomi bilan farqi bormi? Bir telbadan hisob so'ralmaydi-yu. Bir oshiqdan hisob so'raladimi, so'ralmaydimi? Chunki uni aqli ishlamayapti-ku. Men boyagi o'zidan oshiq yasaganlar haqida aytmayapman. Haqiqiy ishqni olovini ichiga tushganlar haqida aytyapman. Masalan, bemorni tabibiga oshiq bo'lishini tasavvur qiling. U bemor tuzalishni istaydimi, istamaydi? İstamaydi. Nega istasiki? Tabibiga oshiq bo'lgan u. U bemor bo'lgan muddat ichida har kuni oshiqni ko'radi. Nega u tuzalsinki? U bir umr kasal bo'lishni istaydi. Oshiqni holi ham shu. Bir oshiqdan, sendan bu ishqni olib qo'yishimizni istaysanmi desa, hech qachon ha istayman demaydi. Chunki u yerdan olayotgani lazzat, haz, bu narsalarni boshqa narsa bilan ajratib bo'lmaydi. Shuning uchun Majnun aytadiki, siz Layloni, ya'ni siz qadahnikini ko'ryapsiz xolos. Laylo unaqa chiroyli emas u. Laylodan mingqa chiroyli qizlar turganda kelib shunga oshiq bo'lding, shuni debmi devona bo'lding deganda Majnun aytadi, siz faqat siz qadahni ko'ryapsiz. Ya'ni Layloni siymosini ko'ryapsiz. Men uni ichidagi mayga oshiqman. Ya'ni men uni siyratiga, basiratiga, dunyosiga oshiqman. Sulton Sulaymonni bir xizmatchisi bor ekan saroyda. Ko'p yaxshi muomala qilar ekan. Boshqalardan ko'ra mehribonroq, yaxshiroq muomala qilar ekan. Ammo u juda tashqi ko'rinishi bu saroydagilarni hashamatini oldida juda g'arib bir holatda ekan. O'shanda Sulton Sulaymonga endi har xil saroyda o'yinlarda bo'ladi, hozir ham bo'lsa kerak. Nimasiga endi buni buncha ko'tar qiladi? Yaxshi ko'radi. Eng yaxshi narsalar unga, eng iliq so'zlar unga, eng marhamat, mehr muhabbat unga. Nimasiga deganda Sulton Sulaymon aytgan ekan, axloqiga. Unda u bir axloq borki, siz uni na pulda, na unda, na bunda qo'lga kiritish imkoni. Sizda uni imkoniyati yo'q zaten. Sizda har qanaqa boylik bilan qo'lga kirita olmaydigan narsangiz unda zotan bor. Tushuntira oldimmi? Ya'ni suratda ko'rinib turgan narsalar bor, ko'rinmay turgan narsalar bor. Ko'rinmay turgan narsalar nima? Siz ishlatayotgan so'zlardan men sizni kimligingizni taniyman. Qarashlaringizdan taniyman. Siz pullar bilan o qarashlarni o'zgartira olmaysiz. Nima qilsangiz ham so'zlaringizda qancha eng go'zal so'zlarni toping, uni qayerdan chiqayotgani eshituvchi quloqqa juda tushunarli. Buni yasab bo'lmaydi. Tushuntira oldimmi? O'shaning uchun birini boshqasiga oshiq bo'lganda so'rasangiz, nimaga oshiqsan desangiz, agar u haqiqiy oshiq bo'lsa, sizga sababini ayta olmaydi.
biri bir oshiq sababini aytolmaydi. U desangiz ham ha deydi, bu desangiz ham ha deydi. U desangiz ham yo'q deydi, bu desangiz ham yo'q deydi. Bu aytganimdek, u bir sarxush va mastdir. Yana aytamiz, davosi bormi? Davosi bor. Qachonki u tabibiga oshiq bo'lmasa. O'zini tabibiga oshiq bo'lgan bo'lsa, u zoti u davolanishni istamaydi-ki. Unda ehtiyoj yo'q demoqchiman unda. Biri qattiq oshiq bo'lishni istardi. Duo qilar ekan, Robbim menga ishq ber, menga ishq ber. Ishq ber. Nega? Chunki u haqidagi ta'riflar, tasniflarni o'qigan, uni mastligini, ya'ni dunyoda hech bir narsani qadri qolmasa, qiymati qolmasa, qizig'i qolmasa, faqat bir ma'shuqqa qolsa. Bu holat qanday holatligini bilishni istamaydigan odam bo'lmasa kerak. Chunki bugungi kunda ayniqsa, bugun oshiq bo'lish ham juda qiyin bo'lib ketdi. Masalan, oshiqlikni o'zagida sir borda. Ko'rinmagan, berkitilgan, ko'rish qiyin bo'lgan, anglash qiyin bo'lgan, tushuniksiz bir narsaga oshiq bo'ladi odam. Ko'rinib turgan, anglanib turgan, ushlash mumkin bo'lgan narsaga oshiq bo'lmaydi inson. Yeta olmaslik kerak, ko'ra olmaslik kerak, sirini angla olmaslik kerak. Tinchini shunda o'g'irlaydi. Ov qila olmaslik kerak uni. Ov qilishga jur'at topa olmaslik kerak. U bir kiyikki sher ovlashga jur'at topa olmaydi. Biroz shoirona bo'lib ketyapti suhbatimiz. Ammo olsin, sizlar nima endi? 10 gulidan bir guli ochilmagan yosh yigitlar sizlar muhabbat haqida gaplashsa bo'laveradi. Bizga endi ozgina nima bo'lib qoldi. Soch soqolga oq tushib qoldi. Mayli endi. Ko'ngil yosh baribir lekin. Xo'p. Xullas oshiq bo'lib qoldi. Oshiq bo'lib qolibdimi? Oshiq bo'lishni istabdi. Va duo qilar ekan, Robbim menga bir ishq ber, menga bir ishq ber. Ammo hech oshiq bo'lmabdi. Yonidagi do'sti aytibdi, endi uni yaxshi bilgan do'sti. Endi yillardir bir narsa so'raysan, boshqa narsa so'ra. Demak, bu yerda senga bir xayr yo'q. U berilmayotgan sababi shu. Muhammad Aliga o'xshagan bo'lsa kerak. Qarasa, shuncha uylanmayapti. Demak, bunga xayr yo'q shu uylanishda shekilli-da, yo'l ochilmayapti deb qo'ya qolasiz. Xullas kalom. Boyagi aytgan ekan, boshqa eshikmi bor bosh uradigan? Bir istagim bor va istagimni so'raydigan bitta eshik bor. Boshqa bir eshik ko'rsatsak agar, u istagimni amalga oshir. U eshikka bosh uraman. Ammo qalblar bosh urishi mumkin bo'lgan bir istak bor. Men u eshikni o'ziga oshiqman zotan. U eshikdan ketishni istamayman, boshqa eshikni qoqishni istamayman zotan degan ekan. Yana bir nima bor. Bir amaki Xuroson tomonlarida amakilar bo'ladi, masalan, amakivachcha deb qo'yadi. Xullas, aka-ukalarni deylik, farzandlari bir-biri bilan oila qilibdi. Qizga bu oila juda yoqibdi, ammo ikkovi ham biri oy, biri quyosh deydi, bir go'zal ekan. Ikkovi ham ta'riflarga til ojiz, axloqda, xulqda, go'zallikda. Ammo qizga ma'qul bo'libdi-yu, bu oila yigitga ma'qul bo'lmadi. Yigit xafa, qiz qursam, qiz ovqlaman deydi, yigit ovlanmaydi-da endi bu yerda. Teskari qarab olgan. O'sha yerda endi o'sha nimani kattalar, u yerdagi oqsoqollar yigitni chaqiribdi. Uyda bir burchagiga mehmon bo'lib kelishgan, yigitni yoniga o'tirg'izib debdiki, senga nima yetmayapti? Nima qilaylik? Desa, yigit aytdi, men nima qilay bundan qutulish uchun? 100 qo'yib bersam, rozi bo'lsa, mendan ajrashishga, mendan baxtlisi yo'q deganda, u qiz eshitib turgan ekan. 300 ming qo'yib bersan ham, men sendan ajrashmayman degan ekan. Tamommi? Ya'ni ishq budir. Ya'ni 300 ming, 100 ta qo'yib bersam, qutulsam,
imkon darajasini aytyapti-da, bu degani hammasini berib ham qutulsam, men foydada hisoblanaman baribir. Nega? Ishq yo'q chunki. Qiz aytyapti, 300 ming bersang ham qutula olmaysan mendan. Nega? Chunki ishq bor unda. Tamommi? Jafolarga chidaveradi. Ishqqa yetguncha ham uni topish uchun ham jafo chekadi inson. Unga yetgandan keyin undan ajrab qolmaslik uchun yana jafo chekadi inson. Unisi borini berib ishqsizlikdan qutulmoqchi. Unisi borini berib, ya'ni nima qilsang ham men senga bu baxtni ravo ko'raman, chunki bu yerda men ham oshiqman, menga ham ma'qulsan sen. Chidaysan ya'ni degan ma'noda. Ya'ni bir go'zalni ko'rgan. Go'zal deganda men boya aytgandek siymo haqida gapirmayman. Qalb, ruh, ya'ni go'zalni ko'rgan xunukka hech qachon rozi bo'lmaydi. Imkonsiz u. Bir yaxshini ko'rgan yomonga rozi bo'lmaydi. Yaxshiliklarni ko'rib yurgan yomonliklarga rozi bo'lmaydi hech qachon. Rohatni anglagan rohatsizlikka rozi bo'lmaydi. Rohat nimaligini tushungan rohatsizlikka rozi bo'lmaydi. Harakat qilolmaslik odamni sekin-sekin sindiradi. Avval yurish og'ir bo'ladi, keyin esa yurging kelmay qoladi. Og'riq kunlaringizni boshqaradi. Orzular esa chetga suriladi. Ammo bu holat abadiy emas. Ko'plar argonni tanlab o'z hayotini qaytadan boshladi. Ular harakatga qaytish bilan yashash zavqini qayta his qildilar. Chunki harakat bu hayotdir. Kimdir aytadi, sevgisizlik rohat deydi. Sevgini ko'rmagan uchun. Kimdir aytadi, sevgi rohat deydi. Hech sevgisiz yashamagani uchun balki. Hammani nima bilan qarshilashganiga qarab o'lchanadi. Chirkindan, xunukdan rohatlanadigan go'zallikni bilmaydi. Yanglishdan rohatlanadigan odam to'g'ri nimaligini bilmaydi. Bilmagani uchun u hali yanglishdan rohatlanadi. Yomonlik qilib rohatlanadi. Yaxshilikni nimaligini bilsaydi, bilib olsaydi, u nimani qila olmasdi. Yomonlikni qila olmasdi. O'shaning uchun bir inson fitratan go'zalni, yaxshini va to'g'rini anglashi eng muhim narsadir. Bir ota-ona farzandiga, bir jamiyat bolalariga, bir davlat fuqarolariga o'rgatish kerak bo'lgan eng asosiy 3 ta narsa go'zallik, yaxshilik va to'g'rilik bo'lish kerak. Agar buni o'rgata olmasa, har narsa o'rgatsin, foydasi bo'lmaydi. Buni ishq o'rgatadi. Ishq nimani mahsuli? İlk avval xotirjam odam seva oladi. Shu tashvish ichida yurganiga go'zallik ko'rsatsangiz, u ko'rmaydi u go'zalni. Iloji yo'q. Bir muammosi bor odamni yur, bir asarlar tomosha qilib kelaydi, siz nima deydi? Nima u asar? Zo'r kitoblar chiqibdi, bor bir varaqlab kelaydi, siz bor o'zing varaqla. Meni 1000 ta tashvishim bor deydi. Avval sevish uchun bir nevi xunuklardan qutulgan, yanglishlardan uzoqlashgan, to'g'rilarga yaqinlashgan bir holatda bo'lish kerak bo'lsa kerak inson. O'zidan o'zi biri sevib qoladi. Sevgini ta'riflayotgan odamni ko'rsangiz, menga o'xshab emas, o'zini ya'ni o'zidagi ishqni ta'riflayotgan bir arab shoirini ismi yodimga kelmayapti. Andalusda
birini joriyasini bozorda ko'rib qolibdi. Bozorda ko'rib qolibdi yuzini. Oshiq bo'lib qolibdi, ko'zini ya'ni. Ko'zini ko'rib oshiq bo'lib qolibdi. Orqasidan tushibdi. Boyagi qizni mahallasiga kiradi endi, joriya. Joriya to'xtabdi-da, seni darding nima ya'ni? Meni sharmanda qilmoqchimisan? Bu xalqni oldida. Bu yerdagilar hammasi meni biladi. Sen qaysi jur'at bilan? Meni orim, nomusim, iffatim bor bu yerda. Nega sen buncha manzil meni orqamdan kelyapsan? Meni nomimga bir qora chaplamoqchimisan kabi qilganda u yigit aytgan ekan. Bitta shartim bor. Shu shartimni bajarsang, meni boshqa qaytib ko'rmaysan. Qaytib ketaman yani. So'zmi? So'z. Nima shart? Yuzingni bir marta ko'rsat. Bo'ldi, boshqa so'zmi? Erkaklik so'zmi? Ha, erkaklik so'zi. Boyagi joriya shunday ro'molni shunday ochib, shunday qaytib taqib qo'ygan. Ketgan u ham qaytib ketgan. Shu u yuzni boshqa qaytib ko'rmagan. Ammo u yuz uni shoir qilgan ekan. Bir umr shu yuzni eslab she'r yozgan mashhur shoir. Men hozir esimga kelyapti. Ya'ni ishqda bu. Buni boshqa bu telbalikni qildiradigan boshqa kuch yo'qda ya'ni. Tushuntira oldimmi? Bu ishq bir tanish jarayonidir. Nimani tanish jarayoni? Mana inson eng ko'p nimaga qiziqadi? Bilishga qiziqadi. Ig'volar, fitnalar, dedilar, mish-mishlar, g'iybatlar nima uchun? Bilmagani bir narsani bilish. To'g'ri, noto'g'ri u qiziqtirmaydi. Unda yo'q bir ma'lumotni qo'lga kiritish. Bu sariq matbuot nega bor? Odamlarni shu ehtiyojini qondirish uchun doimiy ravishda bo'lgan, bo'lmagan, to'g'ri, noto'g'ri narsalarni aylantirib turishadi. Odamlar ham unga rozi. Qishloqlarga borsangiz, mashhurlarning hayotidagi misli ko'rilmagan narsalarni u yerda eshitasiz. Nega? Ular uchun juda bir muhim gapdek tuyuladi. Hozir unaqa emas endi. Hozir zamonamizga, masalan, bundan 10 yil oldin shunaqa edi. Gazetalarda chiqayotgan mashhurlarning hayoti haqidagi ma'lumotlar bir borsangiz ham o'sha gap, falonchini ikkita xotini bor ekan. Va oradan bir 3 yil o'tkazib borsiz yana shu ma'lumot ammo biroz o'zgargan endi. O'tgan safar ikkita o'sha o'zi bitta ekan, o'zi yolg'on ekan. Yo 3 ta ekan. Kabi shu atrofda yuradi yani. Noto'g'rimi aytyapman? Ishq inson tabiatida eng mavhumni, yetib bo'lmasni, anglab bo'lmaydigan bir mavhumlikni bilishga bo'lgan insonning ichidagi hirsidan qaynaqlanadi. Shuning uchun shoirlar aytadi. Ammo bilib olsa, keyin u yog'i biroz nima? Visol muhabbatning go'zal o'limiga o'xshab, ya'ni maqsadga erishilganda, visolga erishilganda yoki mavhumligini yo'qotib ma'lum bo'lganda, keyin ishq ham bo'lmay qolishi mumkin. Tugab qolishi mumkin-da endi. Ammo devonalik Majnunni aytib beruvdimi? Ya'ni bir kuni Majnun o'tib ketayotgan ekan. Namoz payti. Odamlar namozga qator turdi. Majnun o'tib ketdi oldida shunday. Namozda o'qiyapti odamlar. Odamlar namozda o'qib bo'lgan ekan. O'tib ketgandi, ko'rdinglarmi? Majnun juda aqldan ozdi bu qays. Bir tarbiyaga chaqirib qo'yaylik. To'g'ri, oshiq bo'ldi-da, ammo namozni tark etdi. Bizni ko'rib turib, qator bo'lib, jam bo'lib turganimizni ko'rib, qanday o'tib ketdi u degan ekan. Keyin birozdan keyin Majnun qaytib kelayotgan yoniga chaqirishdi. Qays bu yoqqa. Seni aqling joyidanmi? Nima bo'ldi, afandilar? Hozir shu yerdan o'tib ketding. Qachon? Hozir? Yo'q, ha. Namoz o'qiyapti dedik. Nega kelmading desa, meni uzr. Men Layloga oshiq bo'lganimdan aqlim joyida emas men. Hatto sizlarni ham ko'rmadim men. Ammo meni hayrat qoldirgan narsa, hayratga solgan boshqa narsa. Sizlar namoz o'qiyotdinglar u. Buyuk yaratuvchini
ishq davo qilayotganinglar bir joyda turuvdinglar, meni qanday ko'rdinglar degan. Men sizlarni ko'rmadim, men bir bandaga oshiqman. Ammo sizlar davo qilasizlar, Robbimga oshiqman deb. Men bir bandaga oshiq bo'lganim holda sizlarni ko'rmadim. Sizlar Allohga oshiqman deysizlar, meni qanaqa ko'rdinglar? Biroz oshiq bo'lsanglarchi degan. Biroz sevsanglarchi degan. Tanbehlar. O'shaning uchun endi bu mavzu to'xtamaydi do'stlar. Sevgisizlik bugun shunaqa deb sevish amri mahol bo'lib qoldi yoki sevishish qulay bo'lib qolgan bu dunyo bo'lib qoldi. Sevishish juda qulay bo'lib qoldi. Ya'ni qadrsizlanib qoldi. Bu bir go'zallikni toptalishdir. Bir mavhumlikni ma'lum bo'lishidir. Bir gulni changlanishi. Changlanish deganda tuproqqa qorishib ketishidir. Bir sofni buzilishidir. Qalbida zarracha ishq yo'q odam kitob ham o'qiy olmaydi. Bitta zo'r haqiqatni aytaymi? Agar biri sizni ishqsizlikda ayblayotgan bo'lsa, masalan, yor sizni e'tiborsizlikda va ishqsizlikda ayblayotgan bo'lsa va siz mana buni qilayotganingiz uchun sevgingiz ko'rinmayapti menga deyotgan bo'lsa, ana shu qilayotgan narsangizdadir sizda ishqingiz. Mana bir narsani bahona qila olayotgan bo'lsangiz, sizni ishqingiz unda emas, bahonangizdadir. Nimani bahona qilayotganingizga diqqat qiling. Bu boyagi nima? Meni sevmaysiz yoki birini seva olmayotgan bo'lsangiz, yo sevgingizni ko'rsata olmayotgan bo'lsangiz, ayni paytda bir ishni, nimadir ishni rohat qila olayotgan bo'lsangiz, sizni ishqingiz odamda emas, ishdadir yani. Bu ham mumkin. Odam har narsaga ishqi tushadi. Uxlab qolganda, Abduqayim uxlab qolganda sevib qolibdi o'tgan safar. Ibn Hazmning kitobida ishq turlari bor edi. U bittasida shu odam tushida ham sevib qolishi mumkin. Shu hikoyani aytib bersam, ertasi kun kelibdi, ustoz deydi, tushimda sevib qoldim deydi. Endi uni qayerdan topaman deydi. Bilmadim dedim. Bilmadim qayerdan topasiz dedim. Yaxshi do'stlar, bugun bir yengil suhbat qildik. Ammo ko'p ichida kichkina hikoyalar bor edi. Bu yerda qarshimda yoshlar o'tiribdi. Bularning ichida bo'ydoqlar ham bor. Aminmanki tomoshabinlar ichida ham qalbi ishqdan qaqraganlar yoki ishq istab qaqraganlar, parcha yemirilib hayotda ma'no topolmayotganlar bordir. Ma'no shunda. Go'zallikni ko'ra olsangiz qaragan joyingizda, yaxshilikni ko'ra olsangiz va to'g'rini ko'ra olsangiz, o'sha yerdan ishqni ham topa olasiz. Ya'ni ko'zingizni go'zalga, to'g'riga, o'zingizni yaxshiga o'rgating. Bo'lmasa ishqdan bebahra qolasiz. Xunuk deganda yana aytyapman, ichki noto'g'rilar va yomonlar orasida ishq bo'ladi. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun bir sayohatga taklif qilmoqchiman sizni. Inson ruhining eng chuqurlariga va u yerda turib ayrim savollarga javob qidirishga harakat qilamiz. İnsanlar har xil dunyoga keladi. Kimlardir bir talab bilan keladi. Dunyodan bir talabi bor. Boshqalar qarz bilan keladi bu dunyoga. Qo'lida qarz daftari bor. Birini qo'lida talab daftari bor, birini qo'lida qarz daftari bor. Ustozlar bu yo'sinda anglatganda juda ham tushunarli anglatishgan. Biz ham o'sha yo'ldan nimalardir deyishga harakat qilamiz. Ya'ni bizni ruhimiz qaysi karvonga qo'shilgan? Qaysi taqdir libosida qanday kiyingan? Bu tabii ki chuqur savol. Bu nafaqat bir idrok masalasi. Bu bir hayot tarzi.
bu bir axloqiy me'yorlar. U libos, u karvonda yo'lchilikni nazarda tutib aytyapmiz. Qaysi nuqtadan kirsak qulay bo'lardi suhbatga? Birinchi deylik talab daftari bilan kelganlarni gaplashsak to'g'ri bo'lsa kerak. Ularning ruh holatini anglashga urinsak. Hammada unday emas, lekin qo'lida talab daftari bilan bu dunyoda kezib yurganlarni ko'pini achinarli holda topishimiz mumkin. Ya'ni u bir insonni tasavvur qiling. Tug'ilgan paytdan boshlab bu dunyodan doim engni kutadi. Men eng chiroyli mashinalarda yurishim kerak, eng chiroyli uylarda yashashim kerak. Muvaffaqiyatlilar ichida eng muvaffaqiyatlisi bo'lishim kerak. Baxtlilar orasidagi eng baxtli men bo'lishim kerak. Eng go'zali menga tegishli bo'lish kerak, go'zallari menga tegishli bo'lish kerak. Men bu dunyodagi englarga loyiqman deydiganlar. Bular o'sha qo'lida talab daftari bilan dunyoni aylanib kezib yurganlar. Ular aytishadiki, bu dunyoga boshqa yana kelamizmi, kelmaymizmi? Ya'ni bir maza qilib yashab qolaylik deydiganlar. Bularni sekulyar hayot tarzini yashaydiganlar, dunyoviy hayot tarzini yoki sekulyar fikrdagilar, dunyoviylikka qurilgan fikrlar. Ya'ni buni to'g'ri tushunishingizni xohlardim. Ya'ni u fikr shunaqa fikrki, dunyoni tushunadi faqat. Bu tafakkur tarzini oxiri bormi desiz, bunga ularning o'zi javob bersin. Chunki bu juda qaltis va bir girdobga o'xshaydi. Masalan, bir misol bilan nima qilmoqchiman? Bir mashinangiz bor, tasavvur qiling. Juda ham yaxshi mashina. Bir joyga olib kelib qo'ydingiz mashinangizni, eng zo'ri. Lekin siz mashina olib to'xtagan joydagi boshqalarni mashinasidan sizning mashinangiz zo'r. Hamma bir varakayga sizni mashinangizni maqtashni boshlaydi, tomosha qilishni boshlaydi, orzu qilishni boshlaydi boshqa. Siz biroz g'ururlanib turasiz. Birozdan keyin sizning mashinangizdan-da yaxshiroq mashina kelishi bilan siz o'z-o'zidan boya siz tepadan qarayotgan odamlaringiz safiga qo'shilib qolasiz. Endi siz ham ularga qo'shilib yangi kelgan mashinani orzu qilishni boshlaysiz, istashni boshlaysiz. Boshqa. Bu tugaydimi desiz? Ya'ni bu izlanishning oxiri bormi? Bu izlanishning oxiri yo'q. To'g'ri, siz eng chiroyli uyning egasi bo'lishingiz mumkin, lekin undan ham chiroyli uylar bor har doim. Chiroyliroq topiladi. Eng chiroyli avtomobil sizniki bo'lishi mumkin. Undan ham ustun modeli bor, yaqinda keladi yoki kelib bo'ldi. Samolyot, vertolyot, kema, yat. Nega? Chunki hirs-u tamaning bir to'yadigan nuqtasi yo'q. Doim keyingisi, doim yangisi, yaxshirog'i. Buni me'yorlash, ya'ni chegaralash kerakmi? Buni bir me'yori bormi? Desiz, buni siz bu dunyoga qanday munosabat qilishingizga bog'liq, borlig'ingizga munosabatingiz qanday? Buni tushunib olishimiz uchun endi qo'lida qarz daftari bilan bu dunyoni kezib yurganlar, yashab yurganlar, ularni tushunishga harakat qilamiz. Bir aql bulog'ini tasavvur qiling. U yerdan hamma yoshligida suv ichadi.
va ilk tafakkurlar u buloqdan suv ichgandan boshlab va ana shu paytdan boshlab u bir qarzdorlikni his qiladi. Qanday qilib qarzdor bo'lmaslik mumkin? Bizni Alloh azza va jalla yaratdi, bizga sog'liq berdi, aql berdi, sihat berdi, salomatlik berdi, bilmadim imkoniyatlar berdi, atrofimizga qarang, ne'matlar ato etdi, davlat ato etdi bizga. Hech narsa bermagan taqdirda ham siz bilan bizni bor qildi, inson qildi. Bilmadim, bir musulmon oilada yaratdi. Dunyoni biror bir joyda isyonkor bir banda bo'lib dunyoga kelishimiz ham mumkin edi. Namozni n harfidan xabar bo'lmaganlar qatorida ham yaratilishimiz mumkin edi. Alloh nomi hech tilga olinmaydigan bir mamlakatlarda bor bo'lib qolishimiz ham mumkin edi. Qarzdorligimizni hali hech narsa bo'lmasa ham bir payg'ambarimiz ummati sifatida yaratilganimiz, oxir zamonga yaqin dunyoga keldik. Ko'p narsalar ertak bo'lmay qoldi. Masalan, bundan 500 yil oldingi inson uchun juda ko'p narsa ertakda eshitilgan bo'lishi mumkin, lekin bugun bizga ko'p narsalar ertakda eshitilmaydi. Ko'p haqiqatlarni, ko'p bashoratlarni ro'yobga chiqayotganini ko'rayotganimiz uchun ham qarzdormiz. Bu qarz daftaridagi birinchi tushunishimiz kerak bo'lgan narsalardan biri. Bu ro'yxat tugaydimi? Tugamaydi. Bir chiroq, bir sham, bir ilm, bir irfon bor edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ulardan qarzdormiz. Agar u kishi bo'lmaganda, u kishiga nozil qilingan kitobi mubinni bizga yetkazmaganida yoki u kitob bo'lmaganida, u kishi sollallohu alayhi vasallam olamlarga rahmat o'laroq yuborilmaganda, Janobi Allohning buyruqlarini bu qadar go'zal yashab bizga ko'rsatib bermaganda, hayotlarida bu qadar go'zal mujassamlashtirmaganida, namunalar, timsollar, ibratli namunalar bo'lmaganida biz bu qarz haqida ham tushuna olmasdik hatto. Ya'ni bu qarzlarni qanday to'lashni hech qachon tushuna olmasdik. Yo'lini bilmasdik, chunki yaxshiki u kishi sallallohu alayhi vasallam bizga buni tushuntirdilar. O'rnaklar bor, misollar bor. Keyin olimlardan, ulamolardan qarzdormiz hammamiz. Men ularni hayotimda borligini eslasam, Allohni meni yaxshi ko'rishini eslaganday bo'laman. U odamlarni tanishga, ular bilan suhbatlashishga, ularni eshitishga, ulardan bahramand bo'lishga, ular bizni ko'p narsa bilan ta'minlagan Allohning do'stlari, olimlar. Yo'llarimizni yoritib bergan. Ulardan qarzdormiz. Masalan, bizni qishlog'imizdagi fizika o'qituvchimiz Shaymardonov domla olim odam yani. Bir qishloqdagi bolani zehnini o'zgartirib oladigan darajada koinot haqidagi tasavvurni zehniga shunday joylab qo'yadi. Butun umr bu mavzuga qaytib bu nima ekan, u nima ekan deb yurmaydigan darajada buni olim qiladi, buni boshqa kim qila oladi? Keyin ota-onamizdan qarzdormiz. Yaxshi onalik qilgani uchun, yaxshi otalik qilgani uchun. Ozroq qilgan bo'lishi mumkin.
to'g'ri qilgani uchun. Qanaqa bo'lmasin farqi yo'q. Onalar nima 9 oy qorinda ko'taradi. Yuvadi, taraydi, taomlantiradi. Hech esimdan chiqmaydi. Bir kuni qo'y boqib yurgan paytim shu qanaqadir o'tlarga tekkanda qo'lim, u o'tda nazdimda bir ilonni zahri tushgan bo'lgan boshqa. Keyin u qo'lim bilan yuzimga tekkanman. Yuzim shunaqa yonishni boshladi. Chida bo'lmaydigan. Xuddi yuzim shu o qadarki bezovtalik, xuddi yuzim terisini shilib tashlagim keladi o'zim. Tinimsiz, ya'ni chida bo'lmaydi. Nima qilsam ham. Qishloq qo'ylarda amal yuzimga suv muzday daryo suvini nima qilaman, hech nima foydasi yo'q. Uyga keldim. Soat endi shomlar. Faqat bitta holatda yengillayman, shamol tegib tursa. Hech esimdan chiqmaydi. Onam o'sha kuni men tonggacha uxlamadim, onam ham tonggacha uxlamadilar. Boshimda yelpib o'tirdilar. Yosh bolaman endi, 5-sinfda o'qiymanmi, 6-sinfda o'qiyman. Hech jahl qilmadi. O'sha bir tunni uxlamagani uchun siz to'la olasizmi? To'la olamizmi? Bu qarzimiz. Ya'ni bu qarz bizni yelkamizda. Qanaqa qilib bu qarzni qaytarish haqida ham gaplashamiz tabii. Oldin qarzlarni tushunib olaylik deyapman-da. Otamiz tarbiyalaydi. Maktabga jo'natadi. Yana bir voqeani aytib beray. O'sha payt qiyin paytlardi. Biz maktabga boradigan paytlar iqtisodiy juda qiyin paytlar edi. Menga 6 yoshdan biz maktabga chiqqanmiz. 1 yil tayyorgarlik bo'lardi. 7 yoshda 1-sinfda boshlardik. Bir oq ko'ylak olib keldi dadam. O'sha payt yana aytaman, endi O'zbekiston mustaqil bo'lgan. Juda iqtisodiy ahvol juda yomon boshqa. U ko'ylak juda qichitar ekanda endi. Kun bo'yi ertalabdan kechgacha shu maktabdalik paytimda, maktab ertalab boshlanardi, 4-5 gacha davom etardi. Hatto u yerda uxlardik biz. Shunaqa bezovta qilardi, lekin men o'ylayman o'sha payt shu ko'ylakni olib berganini o'zi bir ne'matdek ko'rilgan. U meni qichityapti, meni bezovta qilyapti degan narsa haqida gap ham bo'lmagan. Hozirgacha eslayman. Oq ko'ylagim borligi va men maktabga borayotganim unaqa bezovtaliklarning hammasidan oshib tushadigan darajada quvonarli holat edi. Nega? Chunki yangi bir yo'lni boshida edim. Buni ichimdan his qilardim. Nimalardir o'zgaryapti hayotda. Ya'ni harf o'rganaman, o'qishni boshlayman va butun dunyo boshqatdan ko'rinadi ko'zimga. Bola aqli bilan kashf jarayoni edi u payt. Mana shu ham bir qarzdorlikdir. Uni his qilish. Va bu yo'lda u qarzni to'lash yo'lida sizni bezovta qiladigan narsalarni e'tiborsiz qoldira olish. Men misol o'laroq aytyapman, endi esimga kelib qolgan narsalarni. Ya'ni o'sha ko'ylak uchun ham, hatto qichitsa ham bir umr xizmat qilasiz. Duolarni hali aytmayapman. Ularni roziligini olish masalasi juda muhim masala ekanligi haqida nima qilayotganim u yo'q. Ya'ni u juda baland masalalar. Bu narsalar ham bu dunyoni ham oxiratni saodatini kaliti ekanligini bizni qulog'imizga quyib yorishgan.
uf demaslik kerakligini hammamiz yaxshi bilamiz. Oyoqni oyoq ustiga qo'yib o'tirmaslik kerakligini chalishtirib, chalkashtirib ota-onani oldida yaxshi bilamiz. Ularni oldiga tushib olib yurmaslik. Bolaligimizda bizga qanday mehribonlik bo'lgan bo'lsa, boyagi qush bolasini qanotini ostiga olganday, biz ham ularni qanotini ostida katta bo'lmadikmi? Endi biz ham katta bo'lib, qanotlarimiz burgutlar bo'lib, qirg'iylar bo'lib katta bo'ldik endi. Endi biz ham qanotlarimizni yoyib, ularni qanotimiz ostiga olishimiz kerak. Chunki qarzdormiz. Yana qanday qarzimiz bor? Yashayotgan davlatimiz va millatimizga qarzdormiz. Bu tuproqlarni jonini berib, jonini evaziga bizga hadiya etganlar bor. Millat, millat, vatan, vatan deb qurbonliklar berganlar bor. Chegarani qo'riqlayotgan askardan qarzdormiz. Bizga ta'lim bergan o'qituvchidan qarzdormiz. Jonimiz bilmadim og'riyotganda bizga malham berayotgan, malham uzatgan shifokordan qarzdormiz va bularni hammasini yanada yaxshilashga urinayotgan davlatdan qarzdormiz. Yana ham davom etadigan bo'lsak, biz tanigan har bir kishidan qarzdormiz. Agar qo'lida o'sha qarz daftarlari bilan dunyoni kezib aylanib yurgan, umrguzaronlik qilayotgan biri bo'lsangiz, biling, tanigan har bir inson sizga bir yukdir. Yomon yuk emas, ammo yukdir. Go'zal bir yukdir, ammo yukdir. Nimaga unaqa deyapmiz? Agar uni ichida bemor bo'lsa, hol-ahvol so'rash qarzingizdir. Janozasi bo'lsa, ishtirok etish qarzdir. To'yi bo'lsa borasiz. Dardi bo'lsa yechasiz. Nimaga desiz? Chunki bu yukni bizga Alloh yuklaydi. Nega? Chunki bandalarining ishini bandalari orqali hal qiladi Alloh azza va jalla. Sizni bir narsani, bir muammoni yechimi, bir tugunni yechimi o'laroq u yerda paydo qilgan bo'lishi mumkin. U odamlar bilan tanishtirgan bo'lishi mumkin. Balki sizni bir muammongiz yechilishi uchun undaydir. Bilmaymiz. Lekin bilganimiz shu. Alloh bu dunyoda bandalarining ishini bandalari bilan yechadi. Sizni sevadi, sevgani uchun ishlatadi. Qarzni to'lashga imkon beradi. To'lang qarzingiz. To'laylik hammamiz. Endi yo'llari bormi desiz, buni qanaqa to'laymiz desiz, bu ulkan qarzlar qanday to'lanadi desiz, javobini bilamiz aslida, juda ham oddiy. Ammo ko'p g'ayrat, jiddiy-jahd talab qiladi. Birinchisi tabiiyki bu ibodatlar, tahorat, namoz, ro'za, haj, zakot. Bu eng minimal talablar aslida. Endi bizga qiyin bo'lganlarini aytaman men. Har bir ishni haqqini berib ado qilish. Ana buni biz har doim esdan chiqarib qo'yamiz. Bu nima degani? Bu haqida o'ylab ham ko'rmasligimiz mumkin. Ko'p aytiladi, ko'p xafa bo'linadi bu narsalardan. Ammo yana ham tuzatish biz uchun juda ham qiyin. Sifatsizlik muammomiz bor. Sifatsizmiz. Ishlarimizda sifatsizlik ko'p. Mansabi, mavqei, vazifasi, sohasi, yoshi, statusi, irqi hech farqi yo'q. Hamma qilayotgan har bir ishini Robbimni rozi qilaman, shuning uchun deb qilsa, qanday rozi bo'ladi Alloh? Uni haqini berib qilsangiz, sifatli qilsangiz rozi bo'ladi-da. Nima ish qilsangiz farqi yo'q.
osh qilib mana lekin osh qiladiganlar haqiqatda vazifasini chin dildan qiladi, lekin haqqini berib qiladi. Oshlar xuddi shunday qilish hamma ishni. Bitta hokim viloyatini bir osh pishirganday o'zini haqqini berib boshqarish kerak. O'qituvchi o'quvchini haqqini berib tarbiyalash kerak. Ko'chani supurib yurgan uni o'z haqqini beradi. Taksichi, haydovchi, jamoat xizmatchisi, sudya, prezident, imom, muazzin, hamma o'z vazifasini haqqini berib bajaradi. Bitta hokim nima qiladi desiz, adolatli bo'ladi, salohiyatli bo'ladi, loyiq bo'ladi o'tirgan joyiga, bandani haqqiga rioya qiladi. Deylik, hokim hamma ishni yaxshi qiladi. Hozir yuqorida aytganlarimiz hammasi bor unda. Ammo Farhod ishini yomon qilyapti. U Farhod kim? Bog'bon. Ishini sifatsiz qilyapti. Bo'ldi. U hokimning ishi ham o'xshamay turaveradi. Farhod ham ishini sifatli qilish kerak. Murod ham ishini sifatli qilish kerak. Bittasi bilimga shunday keladi. Birinchi bo'lay, magistr bo'lay, doktor bo'lay, ko'p pul topay deb kelsa, bu boyagi talab daftari bilan dunyoni aylanib yurganlarning mentalitetidir. Ammo agar u bu maktabni, bu joyni o'qib, bu ilmni olib, bu vatanga, bu millatga, bu davlatga, otamga, onamga, ummatga, yetimga, suvsizga yordam qilaman. Nega? Chunki qarzdorman. Bu shuur bilan ilm olsa, bilim olsa, yo'lga chiqsa, ana o'shanda u biror narsani olish uchun emas, biror narsa berish uchun talabgor emas, qarzdor. Juda muhtasham falsafa bu aslida. U qarzni to'lash uchun har to'laganda baxtli bo'ladi. Har to'laganda jamiyat yaxshi bo'ladi. Har to'laganda insof, diyonat, odob, axloq joyiga tushaveradi. Haq, huquq. Bir hokim, sudyalar adolat bilan hukm qilishi, u nima derkin, bu nima derkin, u uni odami, bu buni odami demasdan adolat bilan, har xil xavotirlar bilan emas, adolat bilan, kimnidir talabi bilan emas, adolat bilan, qarzdorligini his qilib, u odam oldida, u davlat oldida, u millat oldida, Robbisi oldida qarzdorligini his qilib hukm chiqarsa, bir qarzni to'lash dardi bo'lsa ichida, adolat bilan harakat qiladi, buzolmaydi uni. U haq, huquq tarafida turadi. Buni otini bir boshqacha aytganda ustozlar aytadi, ibodatni shuuri bilan yashash. She'r yozayotgan ham, davlatni boshqarayotganda ham, qonunni yozayotgan ham, imzo qo'yayotgan ham, hamma ibodatni shuuri bilan harakat qilish kerak deyishadi. Shunda hammasi tuzalib ketadi. Bu o'sha qarzdor kelganini anglagan odam qila oladigan ish. Talabgor qila olmaydi buni. Uni xulqi, uni xulq-atvori, uni shaxsiyatini tuzilishi shunaqa. Hayotga qarashi shunaqa. Hayotni yashash uslubi shunaqa va bu uslub uni u yashayotgan jamiyatni, oilasini, atrofini qutqaradigan. Biz ana shu qarzni to'lash uchun kelganmiz bu dunyoga. Va bu qo'rqinchli narsa emas, bu xursand qiladigan narsa. Bir narsa olish uchun kelmaganmiz. Ibrat olish uchun kelgan bo'lishimiz mumkin, hikmat olish uchun kelgan bo'lishimiz mumkin. Oladiganlarimizni, qarzlarimizni to'lash uchun, ishlatish uchun ham kelgan bo'lishimiz mumkin. Ammo baribir qarzdor o'laroq kelganmiz. Allohga, rasuliga, ummatga, davlatga, otaga, onaga, millatga, farzandlarga, qo'niga, qo'shniga, hayvonlarga,
ko'p aytiladi, ketayotganda 2 metr joyga ketamiz deydi yani. Ammo qarzdor o'laroq yashasak va qarzimizni to'lashga urinsak, o'sha biz to'lagan qarzlar bittasi o'sha 2 metr joyda yostiq bo'ladi boshiga, bittasi ustimizga ko'rpa bo'ladi, bittasi atrof bo'ladi, bittasi deraza bo'ladi, ko'kalamzor bo'ladi. Bizga oziq bo'ladi, gulzor bo'ladi inshaalloh. Atrofimizga, qabrda yotar. Aziz boshi zamon bo'lsin, yo'llaringiz ravon, yaratganing doimo panohida bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xo'p. Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Yaxshimi, zo'rmi? Men hech shunaqa bo'lganmi? O'zingizni rosa haqliman deb bir narsalar qilasiz, bir narsalar deysiz. Juda o'zingizga ishonchingiz baland bo'ladi. Bilmadim, biriga zahringizni sochasiz. Oxirida aybdorsiz bo'lligingiz ma'lum bo'ladi, ya'ni nohaq bo'lib chiqasiz. Hech bo'lganmi shunaqa? Ya'ni bir ish qilyapsiz, o'zingizni haqman deb oxirigacha qilasiz, oxirida nohaq bo'lib chiqasiz. Yanglish ish bo'lib chiqadi. Qanday odam noqulay vaziyatga qoladi? Mana shuni paradigma o'zgarishi deydi. Paradigma o'zgarishi deganda bir narsani mana bunday oq desangiz, u oqmas, oqligiga o qadar aminsizki va oq deb harakat qilasiz, oxir oqibat u qora bo'lib chiqadi. Misol o'laroq bir hikoya bilan tushuntirishga harakat qilaman. Bir qiz bor ekan, ko'zlari ojiz qiz ekanda endi. Har doim dunyoni ko'rishni orzu qilar ekan. Dunyo qanaqa ekan, ranglar nima ekan, tun nima ekan, kun nima ekan, daraxtlar qanaqa ekan, qushlar, insonlar, ranglar boshqa. Unga oshig'i bor ekan. Oshig'i bor ekan. Har doim uni bu gaplarni eshitib o'tirar ekan. Keyin bir kuni ma'lum bo'libdi, unga ko'zini beradigan donorlar deydim. Shunaqa chiqib qopti. Qiz juda xursand, o'zida yo'q, xursand. Ko'zlarini jarrohlik amaliyoti qilib ko'z qo'yishdi-da, xullas boya qizga. Qiz dunyoni ko'ribdi boshqa, keyin bir kuni yoniga boyagi oshig'i kelibdi. Qarasa oshig'i ham ko'r ekanda. Boya qiz, "Yo, men sen unaqa deb o'ylamadim men. Men qanday qilib endi ko'rlikdan qutuldim, yana sen bilanmi davom etaman? Men istamayman ko'rlikni va ko'rlarni. Men endi ko'raman dunyoni va dunyoni ko'rayotganlarni istayman" deb yigitni tark etgan ekan. Oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin yigitdan bir xat kelibdi-da, "Azizim, senga bergan ko'zlarimda ehtiyot qilgin" degan. Yani qiz o kadar o'ziga amin ediki, bilasizmi, voz kechib yubordi. Vaholanki ko'zni u bergandi unga. Uni orzularini eshitib, armonlarini nima qilish ustiga, armon olovlarini ustiga suv sepish uchun ko'zlaridan voz kechgandi. Qiz nima qildi? Nega qildi buni? Chunki ortiqcha haqliman deb o'yladi. Bo'lmasa odam buni qila olmaydi. Buni faqat va faqat, masalan, buni bir vijdonsiz odam qilmaydi buni. Hatto vijdonsizlikni ham men buni vijdonsizlik qilyapman deb qilmasa kerak deb o'ylayman odamlar. Vijdonsizlik qilayotgan odam ham o qadar aminki haqligiga. Bu birinchi hikoyadan chiqaradiganimiz nima? Ya'ni biz o'zimizni haq deb o'ylaganimiz har nuqtada haq emasmiz. Buni hayot isbotlaydi.
u qizga bir maktub isbotladi. Bizga kimnidir bir gapi isbotlaydi. Bundan ikkinchi oladiganimiz xulosa, mana hayotda sharoitlar o'zgarganda qarashlar o'zgaradi. Mana sizni bugungi sharoitingiz bor va u sharoitdan kelib chiqqan qarashlaringiz bor. Agar mana shu sharoit o'zgarsa, qarashlaringiz ham o'zgaradi. Hatto jo'g'rofiy ma'noda ko'chganda odamlar bir joydan boshqa joyga inson sifatida ham ko'chadi. Bu yerdagi odamlardan u yerdagi odamlarga ko'chadi. Har narsasi o'zgarishi mumkin. Mana madaniyatlar bor, bir-biriga nima bo'ladi? Chatishadi, malazlashadi. Madaniyatlar bor, bir-biriga malazlashmaydi, ya'ni chatishmaydi bir-biri bilan. Ular xuddi ijtimoiy fanlar olimlari aytadi, bilyard toshlariga o'xshaydi, bir-biriga uriladi va ikki tomonga ketadi. Ammo men o'ylayman, bugun undaylar deyarli yo'q. Bugun parlamaydigan, shaklini o'zgartirmaydigan, chegaralarni o'zgartirmaydigan narsalar qolmadi. Inson bu yerda eng zaifi buni. Ya'ni bir sharoitdan boshqa sharoitga o'tganda asliga putur yetadigan larni eng boshida inson keladi. O'shaning uchun bir holatda ekanmiz, mana bunaqa bu deb gapirishdan, ya'ni juda o'zimizga ishonch bilan hukmlar berishga, qarorlar berishga, xulosalarimizni aytishga, falonchi oq, bunisi qora, unisi ola deb boshqalar haqida javlon urib boshqalarga baho berishga shoshmaslik kerak. Vaqt beradi bahoni. Bizni fikrimiz o'zgarib qolishi mumkin. Bugun nafratlanganimiz birini ertaga sevishimiz ham mumkin. Nima o'zgardi deysiz? Bir sharoit o'zgardi. Nimadir aslida o'zgardi. Buni juda ko'p ko'rishimiz mumkin. Mana shu hikoyalar, insoniyatni xotirasi nima deysiz? Insoniyatni xotirasi mana shu hikoyalar. Mana shu hikoyalar, kecha bo'lgan voqeliklar, 100 yil oldin bo'lgan voqeliklar, 500 yil oldin, 1000 yil, 2000 yil oldin bo'lgan voqeliklarni bir shaklda og'izdan og'izga, keyin yo qog'ozdan qog'ozga o'tib bizga kelishi orqali bizda bir xotira mavjud. Biz u xotiralardan dunyo bilan qanday muomala qilishni o'rganamiz, atrof bilan qanday muomala qilishni o'rganamiz, odamlar bilan qanday muomala qilishni o'rganamiz. Agar mana shu hikoyalarni bizdan olib qo'ysa, bizni xotiramiz o'chib ketadi. Ya'ni tariximiz o'chib ketadi. Biror hayvonni ko'rganmisiz? Bizni tariximizda ota-bobolarimiz degan joy yo'q-ku ularda. Nega insonda bor? Chunki inson hikoyasini biladi. Nima yashab kelinyapti? Qaysi hikoyalardan nima xulosalar chiqardi? Qaysi voqealardan, tarixni qaysi burilishlarida nimani o'zlashtirdi? Qayerda xatolar qildi? Qayerga qarab ketyapti? Nima xatolar qilishi mumkin? Choralari nima qutulishni? Buni hammasini hikoyalariga qarab o'rganadi inson. Shuning uchun muqaddas kitobimiz ham hikoyadan iborat aslida. Payg'ambarlarning qissalari hikoyalaridan iborat. Bizga bu hikoyalar orqali dunyoni anglash, tushunish va tushuntirish qulaydir. Istaganingiz murakkab masala bo'lsin, hech farqi yo'q. Istaganingiz psixologik chuqur bir masala bo'lsin, hech farqi yo'q. Men sizga aytaman, Muhammad Ali kecha kunni qanday o'tkazdingiz? Menga batafsil gapirib bering. Siz bir o'ziga burkanib olgan, ochilmaydigan bir yigitsiz deb tasavvur qilaylik.
hech narsani gapirmayapsiz. Men bilmoqchiman, sizni tanimoqchiman. Men sizga aytaman, Muhammad Ali kecha kuningiz qanday o'tdi? Menga mumkinsa buni batafsil gapirib bering. Va siz gapirishni boshlaysiz. Qayerdan qayerga borganingiz, kim bilan uchrashganingiz, nimalar deganingiz, u sizga nima degani, qayerda jahlingiz chiqqani, qayerda xursand bo'lganingiz, nima muammolar bo'lgani, atrofingizda bular hammasidan men nimani tushunaman? Siz atrofingizda kimlar bor? U odamlardan qanchasini siz yaxshi ko'rasiz, qanchasini yomon ko'rasiz? Qanchasi bilan muomala qilishga o'zim majburman deb o'ylaysiz, qanchasiga chin dildan majbur va nima muammolar bor? Sizni gapirayotgan paytingizda ko'zingizdagi holatlar, ovozingizdagi holatlardan sizni ruhiy iztiroblaringiz, ichki holatingiz, hayotga bo'lgan hammasini aniqlash mumkin. Siz butun tarixingizni aytib berishingiz shart emas. Men sizni 10 daqiqa kechani anglatib berishingizdan anglayman hammasini. Bu bilim bir insonda qanday paydo bo'ladi? Butun hayotim davomida ong ostimda, xotiramda u narsalar bor. Bir odam biridan nafratlansa qanaqa gapirishini bilaman. Hamma biladi. Birini yaxshi ko'rganini eslasa, yo u haqida gapirayotgan bo'lsa, ko'zlari qanaqa chaqnab ketishini hamma biladi. Odamni o'sha hayoti davomida ko'rgan, kuzatgan, yashagan hikoyalari, eshitgan hikoyalari orqali taniydi. Xo'p, gapirsa gap ko'p. Paradigmani o'zgarishi haqida yana bitta hikoya aytib beraman. Masalan, qovun tushdi degan gap bor, yoki tarvuzi qo'ltig'idan tushdi deydi. Buni hafsalasi pir bo'ldi deydi, bu ham bor, lekin bu hikoyamizga u tushmaydi. Xullas, biri nonvoy ekanda, nonvoy. Bir cho'pondan sariyog' olar ekan. Har kuni 1,5 kilo sariyog' olib keling derkan, u ham olib kelar ekan, berar ekan, tortib oling derkan boyaga. Yo, men sizga ishonaman derkan, tortmas ekan. Yillar o'tibdi. Bir kuni bir ichiga bir shubha tushib qoldi. Shundan men sariyog' olaman, hech tortmadim, bir tortib ko'ray deb tortsa, 1,5 kilo chiqmabdi-da endi. Nomard debdi, bu yillar davomida meni aldab ketdi bu deb. Ustidan endi arz qilibdi qoziga. Qoziga aytdi, bu meni shunaqa qilib, yillar davomida men bundan sariyog' olaman. Biron marta tortib olmadim. Har safar 1,5 kilo, 1,5 kilo. Ammo men tortib ko'rsam, kam chiqdi. Boyagi cho'ponni chaqiribdi qozi. Falonchi, sen shumisan? Sariyog' sotarmiding bunga? Ha, sotardim qozi bu. Au, kam sotibsan nomard? 1,5 kilo chiqmayapti mana tortib endi debdi. Qozi dedi, men bilmayman unaqa nimani, men bir cho'pon odamman, meni tarozim ham unaqa nimalarni bilmayman men. Men shu qo'l bola bir tarozi qo'yib olganman. Men bu odamdan har kuni non olaman. 1,5 kilolik non olaman. O'sha olgan nonimni tarozini bu tomonga qo'yaman-da, bu tomoniga o'shanga moslab sariyog' meni o'lchavam buni o'zini noni degan ekan. Agar kam chiqqan bo'lsa, demak bu nonni kam bergan men. Endi boyagi nonvoy shunaqa qovun tushishini bilganda qozini oldiga borgan bo'larmidi? Hech qachon bormasdi. Bilmasdi, chunki uni tarozisi uni o'zining noni ekanligini. Alloh chevardi. Hamma narsani joy-joyiga qo'yib qo'yadi. Sizni xayolingizga kelmaydi qayerdan kaltak yeyishingiz. Mushlarni, tarsaklarni zo'r qayerdan kelishini hech kim bilmaydi. O'shaning uchun axloqni tarozisida o'lchanmagan har narsa
sizni yiqitaveradi. Axloq bilan o'lchangan bo'lish kerak. Jamiyatni axloqi, shaxsning axloqi, hamma narsani olib qo'yganingizda ham men, ya'ni har qanday hislar olib qo'yilgan bo'lishi kerak edi. Sizni harakat bir narsa qilar ekan, bir narsa olar ekansiz, bir narsa berar ekansiz odamlarga, hislar bo'lmasi kerak u yerda. U yerda faqat va faqat aql bo'lishi kerak. Bir mushuk bor. Juda nochor, och. Sizni yoningizda non bor, berishingiz mumkin. Ammo mushuk sizga yoqmaydi. Bermadingiz, o'tib ketdingiz. Ozginadan keyin oldingizdan it chiqdi. Itning ahvoli ham mushukniki bilan bir xil. Siz yoningizda non bor. Itga siz u nonni berasiz. Nega? Chunki sizga it yoqadi. Siz adolatlimi bo'ldingiz endi. Biroz oldin mushukka qilganingiz adolatsizlikni hayvon ham qilmaydi. Siz endi itga berganingiz non bilan faxrlanadiganmi bo'lib qoldingiz? Nega unday bo'ldi u odam? Nega unday qildi? Chunki hislarini aralashtirdi. Birini yaxshi ko'rgani uchun yordam qildi, birini yaxshi ko'rmagani uchun yordam qilmadi. Agar biz hayotda bunday muomala qilar ekanmiz atrofga, bir tarsaki bordir, bir joydan keladi u tarsak. O'shaning uchun adolat tarozisi bilan tortilgan bo'lish kerak. Har bir harakatlarimiz axloq tarozisi bilan tortilgan bo'lish kerak. Sizni kimligingiz meni umuman qiziqtirmasi kerak. Sizni Abduhayim ekanligingiz, sizni Muhammad Ali ekanligingiz, ikkaringlar ham kelishgan yigit o'zbek ekanliginglar hech qiziqmas menga. Siz bu yerga kimligingizni orqasidan kelmagansiz ishga. Siz bu yerga shaxsingizni orqasidan kelgansiz. Siz yaxshi montaj qilasiz, siz yaxshi tasvirga tushirasiz. Shuning uchun shu yerdasiz. Muhammad Ali falonchi akamning o'g'li bo'lgani uchun emas. Tamommi? Kimligingizdan o'zbek bo'lganingiz uchun emas, aqlli yigit bo'lganingiz uchun emas. Bular yetmaydi. Siz nima layoqat olib yuribsiz o'zingiz bilan? Sizga jo'g'rofiya, sizga genetik o'tgan narsalar, sizga tarix bergan narsalardan tashqari sizda nima bor? Otadan, bobodan, yerdan, makondan sizga meros o'tgan narsalardan tashqari nima bor sizda? Ya'ni siz o'zingiz nima qila oldingiz? Siz meni tanqid qila olasizmi, yo'qmi? Layoqatingiz bilan kelmagan bo'lsangiz ishga, meni tanqid qila olmaysiz. Ammo layoqat bilan kelgan bo'lsangiz ishga, meni istagancha tanqid qila olasiz. Sizni falonchi ekanligingiz olib kelmagan bo'lsa bu yerga, siz meni bemalol tanqid qilasiz. Nega? Chunki siz qilib turgan layoqatingiz kimligingiz emas, shaxsiy kimligingiz emas. Xuddi shunday siz ham. Ertadan boshlab shaxs ekanman deb meni tanqid qilib yurmanglar, ha. Hazilda endi. Hazil tanqid qilsanglar ham bo'laveradi. Agar shunaqa tanqid qiladigan joy bo'lsa bemalol. Bu ijod-ku bu. Ijodiy jarayon. Unday ekan, bunday ekan, faqat odob bilan endi. Menga shu turishingiz yoqmadi deb qolsangiz, ko'zingizda ko'karib turgan bo'ladi. Ha? Tars etib. Yaxshi do'stlar. Umuman keyingi hikoyadan xulosa qisqagina. Nima bersangiz hayotga, hayot ham sizga shuni beradi. Yarim kilo nondan siz urayotgan bo'lsangiz, yarim kilo o'shancha yarim kilo sariyog' keladi. Sog' bo'lar, shunaqa. Xo'p, assalomu alaykum yigitlar. Bitta hikoya aytib beraman. Angliya Hindistonni mustamlaka qilgan paytda angliyalik harbiylar, askarlar zaharli kobralardan ko'p ziyon ko'radi. Nega? Chunki ular kobra bilan qanday muomala qilishni bilmaydi. Hindistonliklar hech zarar ko'rmaydi, chunki ular bilan qanday muomala qilishni biladi. Tug'ilganidan atrofida ilonlar bor. Chakalaklar ichidan chiqib kelaveradi. Zotan uni
hali kelmasdan kelishini bilgani uchun unga qarshi nimasi bor? Bir immuniteti bor. Ular bilan qanday kurashni va qanday muomala qilishni biladi. Ammo ingliz askarlarida bunday nima bo'lmagani uchun qachon dushman qayerdan keladi va qanday chaqadi va chaqqanda nima qilish kerak, bular haqida hech ma'lumot bo'lmagani uchun juda ko'p ingliz harbiylari vafot etadi. Shunda ular bir o'zlaricha muammoni bartaraf qilish uchun bir yo'l o'ylab topishadi. U yo'l shundan iborat. Har bir olib kelingan kobraga biz falon miqdorda pul beramiz. Odamlar kobralarni ushlab olib kelishni boshlaydi. Pulni oladi, inglizlar, askarlar bu kobralarni nima qiladi? O'ldiradi. Maqsad nima? Kobralarni urug'ini quritdiydi-ku. Urug'ini quritmoqchi-da, yo'q qilmoqchi o kobrani. Ammo hindlar ham qarab turmaydi-ku. Ular ham pul kelayotgan joyni aniq qiladi-yu. Endi ular ko'proq pul olish uchun u kobralarni ko'paytirishni boshlaydi. Tamam. Uyda kobra boqishni boshlaydi. Kobralar ko'paygandan ko'payadi, hindlar pul qilgandan qiladi. Bundan oxir-oqibat inglizlar xabar topadi. Qarasa hech ilon tugamayapti, kelishda davom etyapti. Keyin boyagi nimani qoidani bekor qiladi. Ya'ni ilon olib kelsanglar o'rniga pul beramiz degan qoidani bekor qilishi bilan endi u ilonlarni boqib ko'paytirayotganlar hayratda qoladi. Nega? Chunki uylarida minglab ilonlar qolib ketdi qo'lida. Nima qiladi u ilonni? Ular hammasini tabiatga qo'yib yuboradi. Ilon avvalgidan 10 marta ko'payib ketadi. Inglizlar niyatiga yetolmaydi. Tamoman teskari bir effekt beradi. Mana shu uchun bir muammoni hal qilaman deb bir yo'l, bir yo'riq, bir chora izlab topsangiz u topganingiz yo'l, chora u muammoni bartaraf bo'lishiga emasda, uni yanada avj olishiga sabab bo'lib qolsa, bunga kobra effekti deydi ilm odamlar. Bizda bunga qosh qo'yaman deb ko'z chiqardi deydi. Mana shu qosh qo'yaman deb ko'z chiqardini ilmdagi nimasi kobra effekti. Biz ham hayotimizda ko'p bu kobra effektiga duch kelamiz. To aqlimiz yiqquncha boyagi anglamaganimiz, bilmaganimiz. Nega? Ular ilonni tanimaydi xolos emas. Ya'ni u ingliz askarlari faqatgina ilonlardan xabardor. Ilon haqida ma'lumoti yo'q birilar emas. Ular u yerdagi xalqni ham tanimaydi. Agar taniganda edi, u pul bilan muomala qilish masalasida muammoga kirishini anglagan bo'lardi. Anglamagani uchun uni bir chora o'laroq ko'rdi, ammo choralar ustida choralar nimadir bordir. Hindlar ham bunday fursatni qo'ldan boy bermaslik uchun bir chora o'ylab topdi. Oxir-oqibat maza qilgan ilonlar bo'ldi. Har doim shundaydir. Ona tabiat baribir nima qiladi? Insoniyatni o'ylab topgan hukmlari ustida har doim bir hukm o'qiydi. Bu yerda nima qilamiz? Hukm chiqarishga, chora nima qilishga shoshmaymiz. Faqatgina ilon ko'pdir. U ilon u yerdagi begonalarni chaqib o'ldiryapti. Ilonni vazifasi xavfni aniqlash va yo'q qilishdir. U inson emas. Bular bilan siyosiy kelishamiz, u qilamiz, bu qilamiz demaydi. U vazifasini bajaryapti. Ammo kelganlar u muammo bilan yuzlashdi. Ular ham u yerda uzoq qoladigan bo'lsa, ularda ham u muammoga qarshi immunitet, choralar o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Shunda nima bo'ladi? Ham ilon omonda qoladi, ham inson omonda qoladi. Bu yerda kim shoshilsa, mag'lubiyatga uchragan udir. Bu yerda ilondan qutulish uchun inson shoshildi va mag'lubiyatga yana u uchradi. Natija o'laroq 10 ta ilon 100 ta bo'ldi. Biz ham ayrim joylarda shoshqaloqlik qilsak, qaysiki shoshib qilingan ishga shayton aralashadi deyiladi. To'g'rimi? Shoshqaloqlik qilsak, muammoni bartaraf qilish emas, uni bo'rttirishga yanada
yomonlashishiga sabab bo'lishimiz mumkin. Bu yerda eng muhim bo'lgan narsa kuzata olishdir. Nimani? Hayotni, voqeliklarni, odamlarni. Odamlarni kuzatish haqida yana bir zo'r narsa aytib beraman. Amerikada sodir bo'lgan bir futbol sportchisi, menimcha Amerika futbol sportchisi o'zini rafiqasini o'ldirganlikda ayblanadi. Bo'lgan voqea. Ya'ni jinoyatda shubhali. Va uni kim qutqarishi mumkin deganda, falonchi advokat, eng yaxshi advokat, unga murojaat qilsangiz, u sizni qutqarishi mumkin. Ammo juda nima qimmat. Endi futbolchilarda pul ko'p bo'ladi-ku. Xo'p deydi, boradi, boyagi advokatni yollaydi. Sud kuni advokat nima deydi? Janob sudyalar, u ayol o'lmaganini, meni himoyam ostidagi falonchi u ayolni o'ldirmaganini siz juda yaxshi bilasiz. Hozir men 10 gacha sanayman, u ayol bu eshikdan kirib keladi. Deydi va sanashni boshlaydi. Hammani ko'zi eshikda, hammani ko'zi eshikda. 10 gacha sana bo'ladi, ammo ayol kirib kelmaydi. Keyin u yerda hukm o'qiydigan sudyalar hukmni nima qilish uchun kirib ketishadi va qaytib kelib juda uzoq yilga bu futbolistni qamaydi, jinoyatda ayblab. Shunda boyagi advokat aytadi: "Janob sudya, siz ham ishonmayapsiz-ku buni o'ldirganiga. Hatto siz o'sha ayolni o'ldirilganiga ham ishonmaysiz-ku. Agar ishonganingizda nega 10 gacha sanasam siz ham eshikka qarab turdingiz-ku? Agar o'ldirilganini aniq bilganingizda eshikka qaramasdingiz-ku. Butun ko'zlaringiz bilan javdirab, umid bilan hamma qarab turdi. Yana nega bunga unaqa uzoq muddatli bir qamoq jazosi berdingiz?" deganda, boyagi ayolning gapi juda muhim gap. To'g'ri. Biz hammamiz eshikka qaradik, ammo u qaramadi deydi. Agar u ham tirikligiga ishonganda u ham qaragan bo'lardi, ammo u o'lganini aniq bilgani uchun va uni o'zi o'ldirgani uchun qaramadi deydi. Gohida bir narsani kuzatayotganlarni kuzatish ham ishga yaraydi. Bu degani odamlar shu tomonga qarab ketayotgan bo'lsa, u tomonga siz ham qarab, siz ham yurishingiz shart emas. Ketayotgan odamlarni nima uchun va qanday ketayotganini muhokama qilish ham ichingizda bir ishga nima qiladi, yaraydi va foydali bo'ladi. Kuzatishni emas, kuzatayotganlarni kuzatish ham bu bir nimadir? Ilmdir, ya'ni. Ma'rifat bor bunda. Shunaqa, sog' bo'linglar, rahmat.